Birinchi baza yaxshiroqmi yoki ikkinchi baza? Hozir sizlar bilan shu narsani ko'rib chiqamiz. Qani go. Bu birinchi bazadagi shu narsa otini bilmayman. Bu yerdan ba'zi pik qilib, close fight kelsa close fight o'tishingiz mumkin. No, boshqacha usul bilan sizni o'ldirib bo'lmaydi. Mana bu ikkinchi bazadagi. Bu yerda pastdagi oyog'i ko'rinib turadi. Agar oyog'i ko'rinmasa, bu yerdan otsangiz bo'ladi. Shu narsani ko'pchilik bilmas ekan. Agar siz bazangizga kristal qilayotgan bo'lsangiz, shu usul bilan bahasgina otib qo'ysangiz bo'ladi. Ancha qulayroq va короче shinamroq. No, o'zingizlar tushundinglar, boshqa taraflama olsa bo'ladi. Ikkinchi bazada esa prosta chichoration.com. Birinchi bazada siz masalan kristalni qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda korobkalar yoki berkini pik qiladigan joylari ko'p. Вообще-то. No, bu taraf ham bor. Esdan chiqarib qo'ymanglar. Ikkinchi bazada esa ketdi, na bir korobka bor, na bir yoshinsa bo'ladi. No, короче chichoration.com o'z. Birinchi bazada shu vaqtda sapernigilarga ko'rinmasdan otsanglar bo'ladi. Ikkinchi bazada esa chichoration.com. Yana shu ahvol. Birinchi vaziyatda shunaqa teshiklardan aqlingizni ishlatib o'ldirsangiz bo'ladi. Ikkinchi bazada esa qulashmachoq o'ynab yuradi. Bitta sapernigi joni kam bo'lsa, bittasi qo'laydi, bittasi qochadi. Temur va senator bo'ladi, billat. Bu videoni shunchaki o'zimni optimga tayanib chiqarganman. Agar yaxshi aktiv ko'rsatib bersanglar, ikkinchi bazani ham plus taraflarini video qilib chiqaraman. Obuna, like bosib qo'yinglar.